Hoppa. Bu sletchili bo'yicha ko'pchilik ahmoqqa o'xshab mashinasiga yopishtiradigan plonka. Bismillah. 2. Lekin biz bu plonkani mashinaga umuman ishlatmaymiz. Bu bo'lsa, sizlarni kamida 30 ming, 40 ming dollar turadigan mashinalarni himoyalash uchun uriladigan sifatli plonka. Hozir kuchini birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Qo'limda 10 litrli bakrashka birinchisi. Biz 10 kilo. Hoppa. Xo'p, qo'limda 12-inchisi. Boshqatdan video olishga majbur bo'ldik, chunki mana bunaqa joydan aylanib plonka chiqib ketdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu o'zida 120 kilo ves bor. Mana bu 130, mana bu 140-inchisi. Endi yaxshilab ushlab turing, men o'zim chiqaman shu joyga. Qani ketdi. 1 2 3 Hoppa! Hoppa, tort. Voy, gap yo'q lekin. Ko'rayotgan bo'lsanglar, plonkaga hech narsa qilmadi. Даже mana bu narsalar ham temirlar ham qayilib ketyapti. Plonkaning sifatini ko'rdinglar. Sizlarga ham shunga o'xshagan sifatli plonka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol UzAvtoStyle'ga murojaat qilasizlar. Любой turdagi mashinani tanlamasdan ishlarni sifatli bitirib berishga harakat qilamiz. Ani tortinglar.